Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda King Vlogs kanali. Bugungi videoda biz sizlar bilan Telegramda cheksiz o'zbek obunachi ko'paytirishni ko'rsatamiz. Uning uchun Telegram qidiruviga kirib, X obunachi bot deb qidirib bo'lamiz. Va birinchi chiqqan botga kiramiz va boshlash tugmachasini bosamiz. Bugun mablag' yig'ish. O'zingizga xohlagan narsani tanlab olishingiz mumkin. Obuna bo'lish har bir 10 rubl yig'ish kerak bu yerda. Har bir kanalga obuna bo'lganingiz uchun 1 rubldan beradi. Endi esa buyurtma tugmachasini bosamiz. Ko'rishlar obunachi. Biz obunachi ko'paytirmoqchimiz. Obunachini bosamiz va eng kamida 10 ta bo'lishi kerak deyapti. Xohlagancha buyurtma berish mumkin. Xohlasangiz 11 ta, 13 ta, 20 ta, 1000 ta kanalingiz o'ssin deymiz. Masalan, King Vlogs bitta kanal ochib qo'yganman. Endi uni yuboramiz. Botni kanalga admin qilish kerak. Bot shundagina ishlaydi. To'g'ri. Tasdiqlashni bosamiz. Tekshirilmoqda. Va kutib turamiz. Video shungacha buyurtmamiz qabul qilindi. Endi esa kanalga kirib ko'ramiz. Mana ko'rganingizdek 29 ta obunachi bo'ldi. Bu mutlaqo tekin, ya'ni hech qanaqa pul kiritmaysizlar, o'zi kelib turaveradi. Mana 32 ta obunachi bo'ldi o'sha. Xohlasanglar shu pastdagi ko'rishlarni ham shundan hisoblasanglar bo'ladi. Bugungi videolar shulardan iborat edi. Bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutib qo'ymang. Bizning rasmiy kanalimiz King Vlogs kanali. Men hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bizning haqiqiy kanalimiz King Vlogs va bizning botimiz King Vlogs boti. Shu botdan foydalanishingizni sizga tavsiya beramiz. Keyingi videolarda uchrashguncha videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz yaqinda 20 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Hammaga xayr.